Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Nasib bo'lsa bugun videomizda 3 ta xona tugatdik. Qashqadaryo viloyat Chiroq tumanida Masqot degan joyda shu jomiga ya'ni o'sha Samarqand Umaka postamoga. Nasib bo'lsa birinchi xonamiz. Hozir gonliklarni qo'yib bo'ldik. Birinchilar bilan mana baho berasizlar. Ishimizni hozirgina tugatdik. 9-iyun 2025-yil. Mana koridorimiz bu. Bunaqa variant tanladik. Mana bu kichkina xonamiz deysiz bu. Supermosh 250 mingdan olinga 13 rubl ishlatdik. Hop shu 3 ta xona hamma joyga 50 mingdan qilib berdik bir joyga. 6 ta xona, 5 ta xona tugadi, yana bitta xona bor, nasib bo'lsa ko'rsatamiz. Patologimiz plastik bo'lgan 30 mingda pramaga. Devorlar 50 mingdan qilib berdik. Birinchisi o'sha tiyagasi ichar bo'ldi. Tiyagacha hisoblaymiz-da, metr kvadrat. 50 mingdan bo'ldi. Tagin taxlab bir so'larot ikkita shlokalarga avvalini gonliklarni qo'yib berdik. Padagonlik qo'yilgan ekan. Devorimiz loshvo bo'lgan edi. Anda boshqa biz ustidan qildik. Baho berasizlar. Yana bir faizli xonada ishimizni tugatdik. Turbo 120 kvadrat abo ishlatdik. O'sha rasxot bilan hop shu 130 olingan 120 kvadrat ishlatdik 3 ta xona. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib qo'yasizlar, kuzatib boringlar. Azizlar, nasib bo'lsa ko'rsatib boraveramiz har kunlik svejiydi. Yana bitta xonani tayyorlab qo'ydik. Mana yaqin kunlarda abonent ko'rsamiz, shu yerda u ham. Tabiat. Tog'ni tepasi. Hammaga rahmat. Instagram, YouTube'da xonamda videolar chiqadi. Usta Tohir YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamma topganga Alloh baraka bersin. Kuzatib boringlar.